Bismillahirrohmanirrohim. Hop, ikkinchi darsimiz al-isti'dadu lir-rihlati. Safarga tayyorgarlik. Nima ekan? Isti'dad degani tayyorgarlik degani. Tushunarlimi? Qayerga? Lir-rihlati, safarga, ta'tilga. Yo'q, ta'tilga emas, lil-utla demayapti. Lir-rihla, safar uchun tayyorgarlik. Hop, al-kalimatul jadida, yangi kalimalar. Nima uchun kalimat ko'plikda kelyapti-da, mana bu birlikda kelyapti. Chunki bu aqlsiz. Mashallah, aqlsiz narsaning ko'pligi muannas birlikka teng. Hop, demak, so'zlar, yangi so'zlar. Banatun degani qizlar degani. Siyabun degani kiyim. Qoida o'tirdi degani. Ko'ylaklar, kiyimlar. Qoada degani bima'na jalasa, yaqudu mudori. Hop, al-mustalahatul jadidatu, yangi mustalahatlar. Ya'ni mustalahatlar mana shu terminlar. Biz qoidada ishlatadigan terminlarimiz. Biz sizlar bilan nimani o'tarkanmiz? Aliful musanna alifini, ta ussakinani o'tarkanmiz, jam'da o'tarkanmiz, domairda o'tarkanmiz. Ya'ni ad-domir muttasil, keyin domir munfasillarimiz ham borda. Domirdan ad-domir muttasila, ad-domir degan so'zni o'tarkanmiz. Al-g'oib, al-fa'il, muannas, muzakkar, al-musanna, mufrad, nunun nisva, vavul jamaa, mustatir degan kalimalarni, terminlarni o'tarkanmiz. Termin al-mustalahatul jadida, ya'ni darsda o'tiladigan bizni nimalarimiz, terminlarimiz ekan. Mana shu kalimalar. Tushunarli. Dars mobaynida men sizlarga tushuntirib boraman inshaalloh. Birinchi tekstni o'qiymiz. Tekst nima haqida? Al-abu ay ya'khudha usratahu fi rihlatin ila xorijil madinati. Ota oilasini olib shahar tashqarisiga safar qilishni xohladi. Qarab. Shahar tashqarisiga, ya'ni shahar tashqarisiga safar qilishlikda oilasini olishni xohladi. Tushunarli. Ota shahar tashqarisiga safar qilishlikda oilasini olishni xohladi. Ahabbani xohladi deb aytasizlar. Ista'adda al-jami'u lis-safar. Hammasi safar uchun tayyorlandi. Va qabla an tasira as-sayyaratu bil-usrati qala al-abu. Dada mashina kelishidan oldin oilasiga shunday dedi. Ya Xolid, ey Xolid, ayna wada'ta as-sabun? Sovunni qayerga qo'yding? Xolid, wada'tu as-sabuna fi hadha as-sanduq. Xolid aytayapti, sovunni bu sandiqning ichiga qo'ydim. Yaxshi. Ibrohim san o'qiymi? Va ayna zahaba Ahmadu va Abdullohi va Muhammad. Ahmad va Abdulloh va Muhammad qayerga ketdi? Qaranglar. Endi bu yerda mana savol berdi. Qanaqa savol berdi? Ayna wada'ta dedi. Wada'ta nima uchun ta dedi? Ti demadi. Chunki Xolidga qarab gapiryapti-da. Xolid esa muzakkar. Sizni qarshingizdagi inson muzakkar shaxs bo'lsa, erkak kishi bo'lsa, ta'ni ishlatasizlar. Wada'ta, masalan, bir narsa gapirmoqchi bo'lsangiz, sen yozding demoqchi bo'lsangiz, katabta deysiz, yoki fatahta, ochding demoqchisiz, fatahta, yeding, akalta, ichding, sharibta deysiz. Demak, qarshingizdagi odam nima bo'lsa, muxotob bo'lsa, tinglovchi, sizni tinglovchi bo'lsa, siz bunga xitob qilayotgan bo'lsangiz, siz nima derkansiz? Mana bu ta'ni ishlatar ekansiz. Va Xolid nimada bir kishiga aytilyapti-da, ya'ni qarshisidagi odam bitta. O'shaning uchun wada'ta sabuna, sabunni qayerga qo'yding deyapti. Wada'tu. Endi qarang, siz o'zingiz uchun javob berayotgan bo'lsangiz, tuni ishlatasiz. Wada'tu deysiz. Tushunarlimi? Tuni qachon ishlatarkansiz? Wada'tu deb aytganimda. Masalan, yozdim bo'lsa nima bo'ladi? Katabtu, ichdim, sharibtu, yedim, akaltu, tushunarli. Kuldim, dahaktu, dohiktu. Xo'p, davom etamiz. Wada'tu sabuna fi hada as-sanduq. Buni tushundingizlar endi. Ayna zahaba Ahmad. Ahmad va Abdulloh va Muhammad qayerga ketdi? E'tibor bering, zahaba nima bo'lyapti? Fe'limiz zahaba, ya'ni birlikda bo'lyapti. Nima uchun? Ahmad, Abdulloh, Muhammadimiz foillarimiz bitta, ikkita, uchta-ku. Nima uchun bu ko'plikda bo'lmayapti? Yo'q, Mo'mina. Mo'mina nimaga zahabu bo'lmayapti? Nima uchun? Nima uchun zahabu bo'lmayapti? O'tgan bizlar bilan durust 1da 10-darsidami? Qachon tushuntirib berdim sizlarga? 13-darsda tushuntirib berdim. At-tullabu xoroju yoki xorojat tullabu deb tushuntirib berdim. Esladingizmi? Qani bu yerda Ahmad, Abdulloh, Muhammad kelyapti. Nimaga zahaba kelyapti Mahfuza? Bu yerda zahabu bo'lmayapti. Chunki qizlar. Eshitib turinglar. Asiya. Zahaba bo'lyapti chunki biz
Hatta ko'p o'zini aytyapmiz Ahmad, Abdulloh, Muhammad deb. Agar bularni aytmaganimizda va ayna zahabu deb aytyapmiz-da. Ha. Agar mabodoki Ahmad va Abdulloh, Muhammadni oldinga chiqarsak, zahabu deb aytishimiz mumkin. Chunki bundan oldin Demak, kelayotgani uchun zahabu. Mashallah. Demak, qoida foil fe'lga jinsda moslashadi, sonda emas. Agar zahabu, Ahmad, Abdulloh, Muhammad deydigan bo'lsa, ikkita foil bo'lib qoladi. Mo'mina, nima ekan? Shunda fe'l sonda emas, jinsda birlashar ekan foil bilan. Agar biz zahabu deganimizda foilimiz ikkita bo'lib qolar ekanda. Yaxshi. Xo'p, endi aytilyapti, Xolid nima deyapti? Zahabu, e'tibor bering, endi zahabu deyapti. Nima uchun zahabu dedi? Aytyapti. Mana bu vovni ko'plikda berib qo'ydi. Ahmadlar, Abdullohlar, Muhammadlar nazarda tutilyapti, to'g'rimi? Shuning uchun zahabu deyildi. Ila suqi li shiroil xubzi. Nima degani? Ibrohim tarjima qiladi o'zi. Ona, yashtari bo'lmaydimi? Yo'q, shiro bitta nimada, mastarda bolam. Ha. Mastar esa bo'laveradi-ku, kelmasin bu. Kel bo'lganda siz aytgandek bo'ladi. Ular non sotib olish uchun bozorga ketdilar. Mashalloh, bozorga ketdilar. Xo'p, demak zahabuni qachon ishlatarkanman? Katabu, fatahu, xoroju, sharibu. Undan keyingi foil bo'lmasa, Undan keyin foil bo'lmasa, yo'q, ya'ni sarfda demoqchiman. ha, sarfdami? G'oyib, G'oyib ko'plik. mashalloh, g'oyib ko'plikka ishlatarkanman va muzakkar shaxs uchun ishlataman. O'zbek tilida unaqa narsa yo'q, to'g'rimi? Masalan, uchta erkak kelsa ham chiqib ketdilar deyveramiz, ayolga ham ketdilar deyveramiz. Tushunarli? Arab tilida lekin boshqa. Ibrohim davom etamiz. Robiya o'qing. الأب يا آمنة أي آمنة هل أخذت ثيابا أخرى للبنات Banatiya. بناتي هل أخذت aldingmi deyapti ثيابا أخرى للبنات qizlar uchun oxirgi libosmi deyapti ha boshqa libosmi Boshqa libos oldingmi qizlar uchun, ya'ni qizlarga har doim lamda uchun beravermaysizlar dedimi? Ga ma'nosini bersanglar bo'ladi. Qizlarga boshqa libosni oldingmi? Nima deyapti? Keyin آمنة نعم يا أبي آمنة deyapti ha ey ota deyapti Al-abu. to'xtang. Mahfuza siz o'qing. الأب وأين وضعت طعام الرحلة؟ Wada'tunna deyapti. Ota aytyapti. Ota nima deyapti? Ayna wada'tunna ta'amar rihla. Rihla oxiri nima bo'ladi? Fi bo'ladi. To'g'rimi? Muzof ilayhi. Xo'p. Nima deyapti? Bemalol tarjima qila olasiz. Wada'a degani qo'ydi degani. Wada'a degani qo'ydi degani. أنا قد هذا سفر طعامنا Mashalloh. Tunna nimani ifoda qiladi, qizlar? Mana bu tu foil bo'lsa, mana bu nun esa jamda alomati. Qanaqa jamida bu? Tunnaymiz, muxotob, ko'plik, muannas uchun ishlatiladi, to'g'rimi? Muxotoba bo'ladi. Wada'a tunna deganda nima qilyapti? Ko'plikka qarab ishora qilyapti. Tarjima qilib. Yo'q, taomlarni emas. Labbay. طعامنا سفر طعامنا qayerga qo'ydilaringiz Mashalloh. Qayerga qo'ydilaringiz? A? Mana shu tunna sizlar qayerga qo'ydilaringiz taomlarni? Ya'ni rihla taom, safar taomini qayerga qo'ydilaringiz? Endi masalan, sizlar yozdilaringiz bo'lsa nima bo'lar ekan demak? Katabi tunna bo'lar ekan. Ha, mashalloh. Ikkitalaringiz bo'lsa, labay ikkitalaringiz bo'lsa, tunna ha, yaxshi. Tushunarli. Xo'p, javob beryapmiz. وضعنا الطعام في الصندوق ولكن أين بنات الصغيرات؟ Aha. Taomni sandiqni ichiga soldik, lekin kichkina bolalar qayerda? Kichkina bolalarmi yoki banati sag'irot deyapti-yu, kichkina qizlarim, banati. Ha, qizlarim qayerda? Endi ona nima dadasi aytib o'tdi, onasiga nima safar taomni qayerga qo'ydilaringiz dedi, sunduqqa, ya'ni sandiqning ichiga soldik deyapti-da. Doim ona bolasini o'ylab, kimni so'rayapti? Kichkina qizlarim qayerda deb o'qtaryapti ekan. Voy, qani qizlarim deyapti. Ha? Ota aytayaptiki, ota xotirjam, biladi qayerdaligini. Nima debdi, Mo'mina? Ha? Qoada degani yuqorida keldi-ku, qoada yaqudu deb keldi. Jalasa yajlisu bi ma'na jalasa yajlisu dedim. Mashinada o'tirish. Ha, mashinada nima qilibdi? O'tiribdi. Ha, o'tiribdi. O'shuncha ota xavotirsiz javob beryapti. Qoadna fi sayyara deyapti. Mashinada o'tirishdi. Nimaga qoadna deyildi? Chunki banati sag'irot deyapti. Kichkina qizlarim qayerda degan uchun qoadna ular o'tirishibdi, mashinada o'tirishibdi deyapti.
E'tibor bersanglar hammasi kelyapti. Qarang, vada'nadagi, tunnadagi yuqorilarda nima qilyapti? Zamirlar bilan fe'llar kelyapti. Xo'p, endi ona yana xavotirda. Doimgidek ona xavotirda. Xo'p, yo'q. وسعاد هل ركبت معهن Suat ismi, qizni ismi Suat. سعاد ركبت Rokiba nima degani? Rokiba o'tgan safar ham o'tdik bu fe'lni. Mayda. Ha. Mindi. Mindi degan. Ular bilan birga. birga سعاد ular bilan birga mindimi? Aha. تسعة سمع لما أنا ها. مفعول معه وتوديكو ها. قادر بات راكبات معهن ديجن ولار بلان برجا ديجن معهن مضاف إليه كلا برجا اللي تبغى مفعول معه ولا ديا Yo'q. Ta'liq rokibaga bo'ladi. أنا كيف لما جاء حل أورتجا تشوف Bu ma'a nima maf'ul ma'a bo'lmagan sababi chunki ma'a o'tdagi nima zarf bo'ladi. Vav harfi atf bilan kelishi kerak. لما جاء حل أورتجا تشوف كل يابتس تفهم باش إذا كنا تيجي Istifhom boshlaydi. Mashalloh, yaxshi savol, aqlli savol Ibrohim. Doimgidek Suat deyapti-da, gap to'xtamoqchi-da. Suat, hal rokibat ma'humda deyapti. Tushundingmi? Ibrohim. Qani Ibrohim deyman-ku. Tushunarlimi? Suat deyapti-da, gapni to'xtatyapti. Undan keyin aytyapti. Xo'p, Robiya. Demak, ona doimgidek xavotirda. Ota yana qanday javob beradi? Suat, Noila. الأب سعاد ونائلة خرجنا Chiqdik bo'ladimi? Suat, Noila biz chiqdik bo'ladimi? خرجنا Namas bu ta. خرجتا Xarojata. Xarajatal. Bu ko'rinyapti. Xarojata deyapti. خرجتا الآن Xarajatal ana degan sal. Mana Xarajat- vasali hamzaga qo'shib yuborasiz. Xarajatal ana. خرجتا الآن Min من بوا Mhm. بوابة bawwabati المنزل نحو السيارة Nimaga endi bu yerda xarojatka deyilyapti? Çünkü ikilikten nispeten işte. Nima ikkilik? Muannas ikilikten. Qani bu yerda ikkiligi? İkiligi tayoni. Yo'q. Ikkiligi mana bu t muannaslik alomati. Alif esa İkiligi. alif esa ikkilikni alomati. Xo'p, bu t muannaslik alomati. Endi xarojatda deyishligini sababi nima? سعاد ونائلة كيف ikkilik bo'lib turdi? Mashalloh. Demak, bu yerda Suat bilan nima kelayotgan kim aytdi? Noila. Mo'mina. Mo'mina, mashalloh. Suat bilan Naila mubtadoda. Ikkalasi nazarda tutganligi uchun xabarni biz nimada berishimiz kerak? Fe'liyamiz bittaga hozir xarojata xabar bo'lyapti-da. Xarojata emas xabar bo'lyapti mana bunga. Tushunarlikmi? Mana bu Suat, Noila ikkalasi nazarda tutilganligi uchun nima ishlatilyapti ekan demak? Xarojata ishlatilyapti ekan. Sababi nima? Mo'mina, sababi nima? Ifodalab bering. Suad bilan Noila ikki nima deydi? Ikki kishilik bo'lganligi uchun, ikkitalik bo'lganligi uchun xarajda, ya'ni ikkilik Xarojata. xarajata deyilyapti. Ya'ni mana bu xabarimiz agar fe'liya bo'lsa, mubtado, mashalloh, mubtadoga qaytuvchi zamiri bo'lsin dediga, mana bu alif qaytyapti-da. Xo'p, yaxshi. Buni tarjima qilamiz. Demak, Suat va Noila hozir min bawwabatil manzil. Bawwabat nima degani? Bawwab degani sizlar aytgandek guvanlik, ya'ni qo'riqchi. Bitta bawwabati nazarda tutiladi. Bawwabatil manzili, ya'ni uy darvozasi ma'nosida tutilyapti. Uyda eshigi, ya'ni uyda asosiy kirish qismi deymiz. Uyning darvozasidan hozir نحو السيارة nima hozir? hozir chiqishyapti Yo'q, yaptimi? chiqdi Demak, Suat bilan Noila uy eshigidan hozir chiqishdi. Nahva sayyara nimani ro'parasida? Nahva degani mana bu mashina turibdi mana-da. Mashina turibdi, nahva sayyara. Mana uyda eshigidan chiqib ketishdi-da, mashinani nimasida? Nahva sayyara, ya'ni qarshisida, mashinaning qarshisida turishibdi ekan. Keyin ona doimgidek xavotir oldi-yu bolalaridan. Keyin nima qilyapti? Ona alhamdulillah. Endi ko'ngli xotirjam bo'ldi. Kim o'qiydi? Asiya o'qiydi. الحمد لله أحمد وعبد الله وصلى وخلفهما محمد الحمد لله أحمد وعبد الله صلاة ديانا Vasala degani, vasala nima degani? Vasaltu, vasala ila al-Madina. Bordim. Yetishdi ma'nosida, to'g'rimi? Vasalla deyapti. Nimaga la bo'lyapti? Kelasi. Mashalloh, bittaga mubtadoimiz
ikki kishi nazarda tutganligi uchun xabarda fe'liyamizni ikkili qilyapmiz. Vasolla deyapmiz. Xo'p, yaxshi. أحمد وعبد الله وصلاح وخلفهما Tez محمد. tarjima qiling. Ahmad va Abdulloh Muhammadning orqasiga Qani, nima bag'dan olib ketyapsan? Bitta vovgacha tarjima qilmaysanmi? Keyin vovdan bag'dan tarjima qilasan. Yana qanaqa qilasan? Orqadan olib ketyapsan. To'g'ri, orqadan olib ketasan, chunki lekin vov turibdi-ku bitta. Abdulloh va Ahmad borishdi. Yetishdi Va xalfahuma Muhammad. va ularni ikkisini orqasidan Muhammad. Tushunarlikmi? Nima qilishdi? Ahmad bilan nima? Bolalari ko'p ekan, Ahmad, Abdulloh, Suad, Noila farzandlari bor ekan, va ular nima qilyapti ekan? Va Muhammad 5 ta bolasi bor ekan. Mashalloh. Xo'p. Xolidan bo'ldi. Qani Xolidan keldi? 6 ta bolasi. banat sag'irot. Sag'irot deyapti. Ana nechtaligini bizadaganimiz 6 ta. Xo'p, demak, Ahmad bilan Abdulloh yetishdi va ularning ikkalasining orqasidan kim yetishdi? Muhammad. Ikkalasining orqasidan Muhammad bor ekan. Xo'p, keyin otasi endi nima dedi? Vasoltuma. Fil vaqtil munasib. Munosib vaqtda yetishdilar. Ya'ni ikkalangiz. Tuma kimga qaratilyapti? Abdulloh bilan Ahmadga. Va ba'da an rakiba al-jami'u fi sayyara. Va hammasi mashinaga minishdi. Muzori fe'l keladi-yu, nimaga rakiba kelyapti? Buni endi to'g'ri, andan keyin muzori kelish kerak edi. O'tgan safar ta'limul atfalda shunaqa joy bor edi. Ani qoruba deb keluvdi. Ana shu yerda muzori bermabdi ya dedim. To'g'ri savol, mashalloh, ya'ni doimgidek Ibrohim suralaridan, lekin buni javobini aytmayman. Chunki andan keyin mozi ham kelishi mumkin. Qachon keladi? Buni darsligini alohida bir darsga qilib chiqaraman. Tushunarligi? Demak, andan keyin mozi ham kelishi mumkin, lekin buni nimasi bor, holatlari bor, men aytib o'taman inshaalloh. Bittasidan keyin Atpichatkada emas hatto. Ya'ni hatto emas atpichatka, to'g'ri bu narsa. Lekin har doim mozi bermanglar. Ba'da, chunki andan keyin ba'da kelyapti-da. Andan keyin agar ba'da keladigan bo'lsa, ya'ni andan oldin ba'da keladigan bo'lsa, undan keyin mozi bersak bo'ladi-da. Tushunarlimi? Labbay. men yoqsam bo'ladimi kelsin? Hop. To'xtanglar, savolni o'qib olaylik. Ibrohim nahviy savol berdi. Hammasi va so'ng hammasi mashinaga minishdi. Xolid. Kim o'qiyman dedi? Mahfuza? O'qing. هل تركتم شيئا هل تركتكم شيئا في المنزل؟ Taroqtuma. هل تركتم شيئا في المنزل؟ Aha. Uyda biror narsa qoldirdingizmi? Mashalloh. Al-um la ma tarakna shay'an. Onasi yo'q, hech narsa qoldirmadik. Mashalloh. Judayam bolalar bitgan. Tarokna, mashalloh. Tarakna shay'an wahida. Omina bitta narsa qolib ketdi. Yo'q, qolib ketdi emas, tarokna. Qoldirdik. Qoldirdik. Bir narsani qoldirdik. Ma huwa, u nima? Suluq ta'am. Ya ummi, onam Ovqatni sandiqchasi qolib ketdi. Keyin nima qilishdi? Hammasi kulishdi. Yadhakuna jami'an. Hammasi kulishdi. Xo'p, bu tekstni berishdan maqsad, sizlar bilan bitta tarjima qildik-da. Bu tekstni berishdan maqsad, e'tibor beradigan bo'lsanglar, fe'llar bilan nima qo'shilgan? Zamirlar qo'shib turib berganda. Hali bitta fe'l ishlatilmagan, turli xil fe'llar ishlatilgan, lekin hamma zamirlar ishlatilgan. Masalan, nasaron yotaganlarda nasaru, nasarna. Mana shu yerda zamirlarni qo'shib qilgansizlar-ku, bitta har xil fe'llarni berib turib, mana tumani, tumni ishlatgan, nani ishlatgan. Tushunarlikmi? Xo'p, endi sekin-sekin sizlar bilan nima qilamiz? Mavzularga kirishamiz va savollarga oldin javob beraylik. Demak, tekst nima haqida gap ketyapti ekan? Ota oilasi bilan birga safarga chiqyapti ekan. Demak, nima qildi? Va har doimgidek onadan nimani talab qiladi ota? Hamma narsani jamlab qo'yishini talab qiladi. Ona bunga mas'uliyatli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hamma narsani ona tayyorlaydi, ota emas. Ota mashinasini tayyorlaydi. Xo'p. Keyin nima dedi? Narsalar so'rashni boshladi. Anu qayerda, mana qayerda dedi. Onasi nima bo'ldi? Xavotirda bo'lardi. Bolalarim qani? Anu bolam qani? Mana bolam qani? Nima qilyapti? So'rayapti. Xo'p, yaxshi. Nimani esdan chiqarib qo'yishibdi? Suluq ta'am. sunduqchasini. Tamam. Endi al-as'ila, savollarni o'qiymiz. Na'am, birinchi savol. Asya qol. Ayna zahaba Ahmad va Abdulloh. Abdulloh va Ahmad qayerga ketdi? Zahaba. Agar men bodaki ma'no boshqa bersam zahaba deyman. Mashalloh. Demak, zahaba nima beramiz? Ilas. Nimaga zahaba dedingiz? Chunki Ahmad va Abdulloh deb bermayapman. Agar men bodaki zahaba Ahmad va Abdulloh derdim. Agar Ahmad bilan Mashalloh. Yaxshi. Robiya siz? ماذا فعلت سعاد فعلتما. فعلت سعاد ونائلة نؤال وسعاد نائلة وسعاد nima qilishuvdi?
Mana yerga keluvdi. Qanday nima edi? Noila basva? Ha, mana yerga keldik-ku, mana qarang. Nima deb javob beradi? بوابة المنزل خرجتا الآن من بوابة المنزل. Demak, nima qildi desa, siz nima deb javob berar ekansiz? خرج Ana o'zingiz o'qidingiz shu narsani. Ha, o'qing. من بوابة المنزل نحو السيارة. Ha, tushundingizmi? Demak, xarajatal an min bawwabatil manzili nahwa sayyarati. Nima degani edi u? Darvozani Eshigidan chiqishib, keyin mashina turyapti. Mashinani yaqin. qarshisida turishganlar. أمام مناسي bo'ladimi ustoz? Nahvami? Ha, amama, qarshisida. Ha, bo'ladi. Ana keyin Ahmad va Abdullohni bunga foil qilib bersak, ikkita foil bo'lib qoladi. Ahmad va Abdulloh ham foil. Tushunmadim. Zahaba bilan asli tushirib olib, Ahmad bilan Abdullohga bersak, ikkita foil bo'lib qoladi. Yo'q, Ahmad va Abdulloh ham bor. Yo'q. va asfara bilan Abdulloh keyin matfa. Ha, tushunalingmi? Agar mana yerda men ham xuddi shunaqa narsa keldi. Qani? Qara. Faal Hozir, va hozir yuqoridagi narsani qarada, mana seni savolingga javob. Xo'p, bu yerda qara. Zahaba keldi. Sen aytasanki, mana bu yerda desa, ona desa, bu yerda Ahmad bor, Abdulloh ham bor, Muhammad ham bor. Bular ham hammasi foil-ku, 3 ta foil-ku demoqchisan-a? Shuni aytmoqchimisan? Yo'q, bu 3 ta foil emas bolam. Mana buni bitta foil. Ahmad bir foili, Zahabani foili bo'ladi. Lekin Abdulloh mana bunga matf bo'ladi-da, tushunasanmi? Muhammad bunga matf bo'ladi. Tushunalingmi? Ha, lekin foillari nima? 3 ta foili bor. Uchalasi ham chiqsa, to'g'ri, uchalasi ham chiqsa. Lekin nima bo'lyapti? Jinsda moslashadi xolos fe'lga, sonda emas. Agar metiga zahabu deb qo'yganda ikkita foil bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Hop, kimda yana savol bor shu yergacha? Yo'q, menda yo'q. Hop, davom o'qiymiz. ماذا فعل الأولاد أو أولاد Maza Faol fa'ala bo'lyapti. al-awladu, yaxshi. bolalar qayerda? Ana qayerda? Bolalar nima qilishdi? Manda aynamas ekan, ko'zim mazani ko'ryapti. Bolalar nima qilishdi? فعل الأولاد bolalar nima qilishdi? Nima qilishdi hozir? Bittasi taom tayyorlaman. Ha, فعل الأولاد إلى فعل الأولاد ذهب الأولاد إلى السوق وحضر الطعام وركب السيارة ويضحكون جميعا. هنا يعني ضحكوا جميعا، صح؟ الفعل ماضي مع ضمير الفاعل. Xo'p, endi bularni o'rganamiz ekan. Aqsam domir, zamirda nimalari? Ismlari. Zamirlar mutakallim bo'lar ekan yoki muxotob bo'lar ekan yoki g'oib. muxotob, g'oib. Tamam, bitta qo'yaylik. Xo'p, demak zamirlarimiz mutakallim, muxotob, g'oib. Biz birinchi nimadan o'rganardik? Masalan, durustda o'rganganimizda g'oyib, muxotob, mutakallim deb o'rgangan. To'g'ri, bittaga bu tomondan beryapti, mutakallim deb. Xo'p, endi o'qiyapmiz misollar. Wada'tu sabuna fi sunduq. Mana shu tekstdan ko'rib ketyapmiz. Wada'tu sabuna fi sunduq deganimizda, mana wado'a degani qo'ydi degani. Ana bo'ladigan bo'lsa, men qo'ydim deydigan bo'lsanglar, sizlar nima deykansizlar? Wada'tu deykansizlar. Hali tushuntirdimmi? Tu nima uchun ishlatilar ekan? Mutakallim uchun, men qildim bo'ladigan bo'lsa, tu deysiz ekan. Tushunarli? Men ichdim, sharibtu, men yedim, akaltu, men ko'rdim, ra'aytu. Bu munfasilda to'g'rimi? Yopishtirdi manasini. Muttasil. Ha, to'g'ri yopishtirdi. Munfasil ajratiladi. Hop, nav'ud domir, zamirni navi, nima bu zamir? Tu zamirimiz mufrad, birlik uchun ishlatiladi. Muzakkar ham ishlatish mumkinmi? Ha, ishlatish mumkin. Muannas ishlatish mumkinmi? Ha, albatta ishlatish mumkin. Tushunarlikmi? Hop, va mutakallim zamiri yana wada'na ta'ama fi sunduq deganda, qarang, tekstni o'zidan sarf chiqaryapti-da, juda chiroyli bergan nimalarni. Wada'na ta'ama fi sunduq, sandiqchaga, ya'ni savat dedik, sandiq, o'sha idishga taomni qo'ydik deganda na kelyapti, biz qo'ydik. Masalan, wada'a qo'ydi degani, to'g'rimi? Biz qo'ydik deydigan bo'lsangiz, nahnuni yopishtirmoqchi bo'lsangiz, nahnu wada'a demaysiz, balki nima deysiz? Wada'na. Mashalloh, wada'na deykansiz. Va wada'nani biz qo'ydik deganingizda musanna uchun, ikkilik uchun ishlatsangiz ham bo'ladi, xoh muzakkar bo'lsin, xoh muannas bo'lsin. Ya'ni, masalan, Mahfuza bilan Mo'mina ikkalasi qo'ygan bo'lsa, ayasi taom qayerda? Ayna taom desa, Mahfuza Mo'mina wada'na taom fi sunduq desa bo'lar ekan. Tushunarlikmi? Ikkita odam ishlatsa ham bo'lar ekan. Yoki bo'lmasa oldida singlisi bor, uchalasi ham aytsa ham bo'lar ekan. Jami uchun ham ishlatilar ekan. Oldida masalan o'g'il ukasi tursa ham wada'na desa ham bo'lar ekan. O'g'il ukasi va masalan ikkita qiz, 3 ta bo'lsa ham wada'na bo'lar ekan, ikkita kishi bo'lsa ham wada'na bo'lar ekan.
Vada'na degani nima degan ekan? Biz qo'ydik. Xo'p. Demak, muxotab. Ayna vada'ta sobuna. Sovunni qayerga qo'yding? Ta nima uchun ishlatiladi? Muzakkar. Muzakkar uchun ishlatiladi. Qarang, mana nima deyapti? Mufrat, muzakkar. Mana antaga, mana vada'aga anta qo'shilyapti, to'g'rimi? Siz nima qilasiz? Vada'ta deysiz. Vada'ta. Anta wada'a demas ekansiz. Nima derkansiz balki? Vada'ta. Vada'ta. Tushunarli? Xo'p, hal akhadti siyaban. Ti nimani ifoda qiladi sizlarga? Mana mufrat ifoda qiladi va muannaslik ifoda qiladi. Anti akhadha demimizda, balki anti akhadha, akhazti degan deb aytishimiz kerak ekan. Ya'ni akhazaga antini akhazaga qo'shganimizda akhaztiga aylanar ekan. Xo'p. Endi vasal tumadagi mana bu tumamiz nima uchun ishlatiladi? Ikki kishilik uchun ishlatiladi. Muzakkarga ham muannasga ham. Mashalloh. Bu yerdagi tu foil bo'ladigan bo'lsa, agar ajratib tarkib qiladigan bo'lsak, ma bo'lsa ikkilikda ifoda qilinadi. Ya'ni mim jamni alomati, mana bu alif esa nimani ikkilikda alomati. Hop. Yarim pastga tushib qolibsiz. Sig'magancha yarim pastga tushib qolgan. Davom etamiz. Hop. Bitta tushuntirib beryapti. To'g'ri, sizlar masalan oldin Madina birda o'qiganlaringiz uchun tushunayotgan bo'lishlari mumkin-da. Lekin hozir yana ham tushunyapsizlar. Ilm takrorlashingiz bilan. Xo'p, muxotobda o'qiyotgandik. Tumaga mana vasola qo'shildi. Vasol tuma bo'ldi. Natijada tumayimiz tuma tilida Muzakkar bilan muzakkar. Mashalloh, muzakkar bo'lsin, muannas uchun bo'lsin. Xo'p, hal taroqtum shay'an fil manzil deganda antum qarang, taroka. Bittagi fe'limiz qaysi? Taroqtumni ko'ryapsiz-a? Mana taroqtum. Qaniydi? Mana taroqtumni ko'ryapsiz. Demak, antuga taroka fe'lini qo'shdik, nimaga aylanar ekan? Taroqtum. Demak, nima uchun ishlatilar ekan bu taroqtum? Jam muzakkar uchun ishlatilar ekan. Ayna wada'tunna tekstda shunaqa narsa keldimi? Ayna wada'tunna ta'amal rihla. Ha, keldi. Antunnaga, ya'ni sizlar degan, to'g'rimi? Antunna sizlar degan. Wada'a fe'lini qo'yadigan bo'lsak, bunda nima bo'ladi? Wada'tunna paydo bo'ladi. Bu jam muannas uchun ishlatiladi. Arablarda mana shunday, ya'ni muannas, muzakkar, mufrad, jam qilib e'tiborga olib gapirishimiz kerak. Xo'p, endi g'oyibni xuddi shu nimalar jumlalarda sizlarga aytdim, juda qiziqarli shaklda bergan, tekst bilan birga sarflarda o'sha tasrifini ham o'rgatib ketgan, ammo har xil fe'llar orqali deb ketdim. Ahmad vasala ilal bayt deganimizda bu yerda mana vasala huvaga, agar vasala degan yetishdi degan, to'g'rimi? Huvaga vasala qo'shilsa, huva vasala bo'lmaydi, balki huva vasalani ichiga kirib oladi-da, vasalani o'zi bo'ladi. Tushunarli? Mufrad nima uchun ishlatilar ekan? Muzakkar uchun ishlatilar ekan. Va suadu hal rokibat ma'ahunna degan jumlamizda qaysi fe'limiz? Rokibat. Tushunarlikmi? Bu yerdagi rokibatimiz nima bo'lar ekan? Mufrad, hiya rokiba, rokibatga aylanadi va mufrad muannas uchun ishlatiladi. Ahmadu va Abdullohi vasallad. Buni ham tushuntirib berdim sizlarga, to'g'rimi? Demak, huma zamirimiz, demak, vasala fe'limizga qo'shilganda vasalla, mana bu alif bo'lib qolar ekan. Tushunarlikmi? Muannas muzakkar uchun ishlatilar ekan. Suat va naila xarajata. Hud esa muannas musanna uchun, ya'ni uchun ishlatiladi. Masalan, mana huma lil muannas xaraja deganimizda, nimaga aylanayapti? Xarajata. Mana bu degi t, nimaga t kelib kelyapti ekan, Robiya? Xarajatadagi t nima uchun kirib kelyapti ekan? Chunki bu t, Muannaslik alomati. Mashalloh, muannaslik alomati. Xo'p, zahabu ila suqi deganimizda, mana hum degan bitta mana zamirimiz keldi. Zahabaga qo'shilganida zahabu bo'lar ekan. Bu esa jam muzakkar uchun ishlatilar ekan. Al-banatu qa'adna fi sayyarati deb o'qidi Mu'mina. Mana shu yerdagi hunna zamirimiz qo'ada fe'liga qo'shilyapti. Natijada nima deb o'qildi? Qa'adna. Bu nima uchun ishlatilar ekan? Jam muannas uchun ishlatilar ekan. Tushundilaringizmi? Xo'p, endi masalan misol bersam sizlarga, Mahfuza qanaqa tushunganini ko'rmoqchiman. Mahfuza tushundi degani, Asiya bilan Mahfuza tushundi degani, hamma tushundi degani. Xo'p, ketdik. Antunnaga qo'shsam, katabani nima bo'ladi? Yaxshi. Nahnuga katabani qo'shsam, katabna. hop, huvaga katabani qo'shsam, Huvagami? aha, Kataba. yaxshi. Hiyaga katabani qo'shsam, Katabat. yaxshi. Hop, Mayda turibdi, ona qarang. aha, tevaga qo'yib, bu yerga qo'yib qo'yibman, anaqa qo'yib. Hop, ketdik. Humaga katabani qo'shsam, Huvaga kataba. katabami yo katabami? Kataba. Yaxshi. Asiya sizga hop, antunnaga Tunna. rokibani qo'shsam, Tunna.
Hop. Antumga rokibani qo'shsa. tushungan bu so'rash uchun asl. Aha. Ayting. Siz ham tushunishingiz qiyin-da, qizim. Antumga rokibani qo'shsam. Rokibtum. Aha. Nahnuga rokibani qo'shsam. Rokibna. Hop. Anaga rokibani qo'shsa. Rokib. Ha, yaxshi. Mashalloh. Bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, endi kattasi ham shu yerdami? Qancha bitta ustoz? Asiya, sizga ham savol beraman. Xo'p. Xorojaga, huvani xorojaga qo'shsam. Ha? Xoroja. Mashalloh, xoroja bo'ladi. Xo'p, antumga xorojani qo'shsam, Asiya? Nima berasiz? Antumga qarab turib o'zim tushuntirayotganimga, antumga qo'shsam xorojani nima bo'ladi? Xoroj. Ha? Ayting. Xoroj nima bo'ladimi ustoz? Ha, xorojtum bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, antaga xorojani qo'shsam, Xoroj. yaxshi. Xorojda bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, anaga xorojani qo'shsam, Xorojna. yo'q. Ana. Nahnu demadim. Men aytay. Anaga xorojani qo'shdim. Asiya, eshitmadim, Asiya. Ustoz, Xoroj. Ha, xorojtu bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, nahnuga xorojani qo'shsam, Xorojna. nima bo'lar ekan? Xorojna. Xorojna bo'ladi. Na. Tushunarli. Demak, men sizlarga fe'llar beraman. Mana shunaqa mana ko'rsatganimdaqa qilib kelasizlar inshaalloh. Uyga vazifa bu. Zamir yopishtiramiz. Ha, zamir yopishtirasizlar. Antum xoroja bo'lmaydi normalda. Sizlar nima deysizlar? Xorojtum deb kelasizlar. Men sizlarga fe'llar beraman, ikkita, uchta. Shu fe'llarda mana shunaqa qilib men ko'rsatganimdaqa albatta. Domir degani o'zbek tilida olmoshlar degani. Arab tilida domirlarimiz demak nechta ekan? 14 ta. Demak, nimalarimiz bular? Huwa, hum, Ya, ma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. mashalloh. Mana shu zamirlar. Bu zamirlarga endi fe'llarni qo'shamizda keyin yasaymiz inshaalloh. Tamam? shu hammasi ustoz, huvadan boshlab anagachami? Aha, mana shunday. Men fe'l bersam, shularni qo'shasizda, nima qilasiz? Gap tuzasiz. O'zingiz uchun tartiblashtirib olganingiz yaxshi. Masalan, hozir aytgandek, shunday 14 ta zamirni yozasiz va fe'lni qo'shasiz. Hozir ko'rsatib beraman. Masalan, deylik, mana shu fe'llarga qo'shaman, deylik, kataba fe'lini qo'shaman misolda. Huvaga katabani qo'shsam, nima paydo bo'ladi? Kataba bo'laveradi. Tushunarlikmi? Xo'p, agar humaga katabani qo'shsamchi, kataba bo'ladi. Tushunarli? Inshaalloh tekstda yodlab kelish uyga vazifa. Keyin Word'dan imtihon bo'ladimi? Wordval emas, nimadan? Kahootdan. Oyoqdan jumla tuzilganlik bo'lsa tekshirasizmi? Ha, o'sha mayda tekshirdim, qizlar ham jo'natdi. Mayli qizlar, Allohga omonat. Assalomu alaykum. Xayr. Xayr.